Mankatimi? Nima? Qanaqa joy bu? Axir kechagina o'zim dedim. Bu qanaqa joy bo'ldi? Qani? Begona odamni uy ko'rsam endi kiraman, o'zimga tanish bo'lsam. No, bo'ldi. Mankatimi hozir? Kechagina o'zim dedim. Endi nimaga qayerdaman o'zi? Voy, bo'ldi. Madam kreativdamanmi? Men bu yerda nima? Men shu yerdan qayergadir olib boradigan yo'l bormi yoki? Qiziq, bo'ldi. Sizlar bilasizlarmi bu yerga qachon kelib qolganimni, qanday qilib? Buni bilmadim, lekin men qo'rqayotgan narsa shundaki, hozir uyim topilmasamchi, bunisi ham bor. Hop, o'zi nima? Mana yerda qanaqa uylar bormi? Uylar bor ekan. Hop, ko'prik. To'xtanglar. Qirolligimizga yaqinga borganda ko'prik bor deyishgandi. Menimcha qirolligimiz oldiga kelib qoldim. Qirolligimiz mana bo'ldi. Qirolligimizda ekanman. Hop, bo'ldi. Qirollikka qanaqa kelib qoldim? Hop. Otlarni zo'rligini, wow. Nima? Mani aslaham, mani qurolimmi? To'xtanglar. Hech yerda tushunmadim. Bilmasam. Hop. Daholni uyga kirib ko'z so'raychi. Salom, janob Jidel. Xo'sh, nimaga eshikni taqillatmasdan keldingiz, janob? Men bilmasam, umuman tushunmayapman. Men qanday qilib bu yerda paydo bo'lib qoldim? Shuni aytasanmi yo'qmi? Xullas, bizning qirolligimizning shohi. Sizga shuni aytmoqchimanki, to'g'rirog'i, siz bizning shohimizsiz. Axir shu yerda paydo bo'lganingizga sabab. Siz shu yerda tug'ilgansiz. Nima? Men shohingizmanmi? Qanaqasiga? Men tushunmadim. Bo'lmasa shoh bo'lsam, nima? Bizani qirolimiz o'lganmi? Yo, bolalar. Bizani qirolimiz o'libdi. Nima qilamiz? Bizani qirolimiz o'lgan bo'lsa, yangi qirol saylashlari kerak-ku. To'xtanglar. Balki o'sha saylangan yangi qirol mandirman. To'xtanglar. Xo'sh, aholilar, bugundan boshlab sizlar menga soliq berasiz, tushunarlimi? Hop, qirolim, biz uyimizga kirsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Zombilar kelyapti. Boring. Uyga kiring, uyga. Balakat. Zombilar. Bilasanmi nima? Men senga aytdim, qochdim. Endi sen o'zingni o'ldirishingga to'g'ri keladi. Bilmaysizlarmi, bittanglar zombi yeydi, bittanglar bo'lsa zombi. Kunduz qilmasam bo'lmaydi. Men chidolmayman. Chunki mening aholilarim qiynalishsa, men qanday chida yurmen? Xo'sh. Endi piyoda ham borsa bo'ladi, chunki yaqinlashib qoldik.
Nahotki endi shu qirolliklarning hammasi menga tegishli bo'lsa-ya. Nahotki qirolimiz o'lgan bo'lsa. Xo'p. Oy. Bo'pti, ketdim. Enderman yaxshi kreativ ekan mana. Ketdim. Anu qirolmi shu? Shu qirolmi? Rostdan yo'q, men hazillashmayman bilan. Shu qirolmi? Xo'sh, sen meni nega uyqumni buzding? Sen nega bu yerga kelding? Sen nega bu yerga qirolning oldiga kelding? Xo'sh, menga javob ber. Qizishmayman, brat. Siz bizning qirolimiz, ha, men sizlarning qirolingizman-ku, tanimayapsanmi? Men bir chekka bir qishloqda yashar edim, shuning uchun ham sizni qirolligimizligini bilmagandim. Xullas, aholidan so'radim. Aholilar meni qirol deyishyapti, shu rostmi? Nima? Nahotki sen o'sha to'xta, sen o'sha bashoratda kelgan qirol ekansan-ku. Endi sen meni o'rnimga qirol bo'lsang ham bo'laveradi. Yo'q. Ha, meni qo'lingga ol va bu yerlardan olib ketaver. Chunki sen endi yangi qirolsan. Lavaga tashlab bo'ladimi? Tani o'zingdan ketma, uyimga borib qo'yasan. Xo'p. Hoppa. Endi bu brat sekin gapirolmayapti-yu. Shuning uchun sekin mana bu yoqqa bundoq olib kelib qo'yamiz-da. Keyin olib qo'yamiz. Xo'p. Qanaqa joy bo'ldi bu? Xo'p. Zerikib ketdim. Qishloq aholilaridan bir anaqa xabar olay. Pul berib kelay, mana oyliklarini beray. Xo'sh, mana. Xo'sh. Mana zumradni olamizda. Xo'sh, ko'pchiliginglar hozir aytishinglar mumkin. Minecraft o'zbekchamidi? Da, hamma narsa emas, lekin ko'p narsalar o'zbekcha. Bunga sababni aytadigan bo'lsam, xullas, menda insibak bor. Uni o'zimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Xo'p, bo'ldi. Unda videoga qaytdik. To'xtanglar, obuna bo'lib qo'ymasanglar. Sizlarni oldinglarga kim boradi bilasizlarmi? Sizlarning telegraminglarga bitta xabar boradi. U bo'lsa men Telegram kanalimdan bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Xo'sh. Bolalar, endi ketdim. Xo'sh. Kim bor ekan? Ko'raylik. Yoki bo'lmasa xabar olaylik. Axir men endi qirolman. Xo'sh.
desam ham bo'laveradi. Nima? Mana bu qanaqa joy? Ishqilib cherkov bo'lmasin. Cherkov bo'lsa, buzdirib tashlaymanmi? Joynamozlarmi? Hop. Siz mulla bo'lamisiz? Qani, o'qiylik-chi. Nimaga o'qib bo'lmayapti? Ay, kerakchi o'qiyolmas ekanman. Bu masjidmi yoki cherkovmi? Shuni ayta olasizmi menga? Ko'rib turganingizdek, bu masjid. Men esa imomman. Siz bo'lsangiz meni urdingiz. Hali bunga javob berursiz. Unaqa eskicha gaplarda gapirish yaxshi emas-u, lekin yaxshi bir tarafdan xo'sh. Bilasizlarmi, hozir biz nima qilamiz? Bundoq qilamizdek kun qilib qo'yamiz, chunki zombilarga yana yem bo'lib ketishmasin. Xo'sh, bolalar. Wow, bog' bor ekan-u. To'xtaydi. Bolalar, bilasizlarmi nima? Xo'sh. Shu joyda video tugadi.